Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun yeni leksiyamizni boshlaylik. Bugungi leksiyamiz ko'krak pardiyallığı. Ko'krak pardiyallığı har xil sabablardan ko'krak pardalari yana ko'krak qafizi ichidagi pardalar yallig'lanib, nafas qiyinlashish, ko'krak og'rish, yo'tilish, tomir haraj zamon silish, ichki biqinda sanjiq bo'lish qatorliq alomatlar ifodalangan kasallik bo'lib, bu kasallikning asosligi o'sha ichki biqin nafaslanganda, nafas qiyinlashish bilan birga nafas olganda ichki biqinda qadoqlashish, qizitma, yo'tal bilan ifodalangan kasallik. Bu kasallikning asosli sababi hamda ko'krak aslida ko'krakning kengayishi va tariyishi bilan ko'krak pardasi kengaygan vaqtida o'pka ochilib, o'pka ichki besimi tuvallagan bo'ladi. Ya'ni o'pkaning ichki besimi atmosfera besimidan tuvan bo'lganlikdan vaqtida atmosferadagi havo o'pkaga kirgan bo'ladi. Yani ko'krak qafizi yine tarayib, ko'krak qafizininki sig'imi kichikligi vaqtida o'pkaninki ichki besimi yuqorilab, o'pka ichidagi havo sirtiga chiqadi. Mushu orqali biz buni odatda nafaslanish deymiz. Nafaslanish sirtqi muhitdagi oksigenninki o'pkaga kirib, o'pkadagi karbon oksidinninki o'pkadan siqib chiqarishi bilan sirtqi chiqarilishni biz nafaslanish deb ataymiz. Bu nafaslanishga odatda eng zo'r kuch ketadigan bir organ yana ko'krak qafizi. Ko'krak qafizining ichiga joylashgan bu ko'krak perdalari yallig'langanda, ya'ni ko'krak parda yallig'i degan bu kasallik bo'lgan vaqtida nafas elish xarakterlik ichki biqinda sanjiq bo'lish, yo'tal, nafas siqilish, qizitma, yuqori qizitma bo'ladi. Bu kasallikning asosli sababi bo'lsa, birinchisi xilitlarning g'ayritabiiy o'zgarishidan bo'lgan bo'ladi. Yana qon xilitining ufunatlanishi. Yana qon xiliti ufunatlangan vaqtda badan qon xiliti ufunatlangan qon xiliti yerlik o'rindagi pardalarni g'idiqlab, bu yerda yallig'lanishni paydo qiladi. Ikkinchisi balg'am xilitiniki haddidan ziyoda yoki balg'am xilitining normal miqdoridan oshib ketishidan bo'ladi. Ya'ni bu normal balg'am xiliti normal miqdoridan oshib ketganda buni Uyg'ur tilida g'ayritabiiy balg'am xiliti deb ataymiz. Bu xil xilit yana modda almashishni yerlik o'rindagi modda almashishni ostilatib, yerlik o'rinda bir xil qo'g'dinish kuchini ojizlashtiradi. U ojizlashgandan keyin yerlik o'rindiga chiqib ketishlik bo'lgan buzuq tashlandiq moddalar vaqtida o'pkadan pokizlanib chiqib ketmaganlikdan ko'krak parda yallig'ida kasallikga qarshi turish kuchi tuvallaydi. Shuning bilan bu yerda yallig'lanish paydo bo'lib, bu kasallikni keltirib chiqardi. Uchinchisi sho'rliq balg'am xiliti. Bu sho'rliq balg'am xiliti deganimiz tabiiy balg'am xilitiga sapra xilitining arilishidan bo'lgan g'ayritabiiy xilit bo'lib, bu xilit asosligi o'sha ko'krak ichki pardalarini g'idiqlab, yerlik o'rinda yallig'lanish paydo qilish orqali bu kasallikni keltirib chiqardi. To'rtinchi sababi bo'lsa, ko'ygan savdo xiliti. Ko'ygan aynan har qanday xilit badanda har xil sabablar bilan ko'ysa, buni ko'ygan savdo xiliti deb ataymiz. Bu xil xilit yerlik o'ringa ta'sir ko'rsatgan vaqtida yerlik o'rindagi ruhiy hayvonotni tuvallatadi yoki ruhiy hayvoni tabiiy holatdan o'zgarib ketgan bo'ladi. Bu o'zgargan vaqtida yerlik o'rindagi kasallikka qarshi turish, ya'ni qo'g'dinish kuchi ojizlab, ko'krak ichi pardalarida yallig'lanishni paydo qiladi. Shuning bilan bu yuqoridagi ahvollar kelib chiqadi. Ikkinchi cho'ng sababi bo'lsa, o'pka kasalliklari sababidan bo'ladi. Masalan, birinchi qilib o'pka sili, ya'ni o'pka tuberkulyoz qatorliq kasalliklar shu badanga qon aylanish orqali yana sil tuberkulyoz jarosimlari ko'krak pardalariga borganda ashada yallig'lanish paydo qiladi. Yallig'lanish paydo qilib, shu shalvarash xarakterlik iltihob yana yallig'lanib paydo qiladi. Shuning bilan bu kasallik kelib chiqadi. Yana birisi bo'lsa, o'pka yallig'imi bu kasallikni keltirib chiqardi. O'pka yallig'i uzun davom qilsa, o'pkaning yallig'langan, yallig'i paydo qilgan sabablar
öpke, onun etrafındaki a'zolar, yani bularmi şu ko'krak pardalarida yalliq paydo qiladi. Buni shunga öpke yalliq ishqi paydo qiladi, öpke yalliq ishqi öpke parda yallig'ini paydo qiladi. Yana nima? Ko'krak parda yallig'ini paydo qiladi. Chunki öpke ba'zi vaqtida mayli tuberkuloz bo'lsin yoki yalliq yallig'i bo'lsin, o öpke to'qilmalari buzilish bo'lib, o yalliq moddalar, ya'ni sirg'ama moddalar ko'krak bo'shlig'iga chiqib ketganlikdan ko'krak bo'shlig'ida turish orqali o'pka, yana ko'krak parda ichki pardalarini yallig'lantiradi. Bundan bu kasallik bo'ladi. Yana birisi boshqa kasallik sabablaridan, masalan, ko'krak parda yallig'i, ko'krak o'smasi, limfa o'smasi, tuxumdan o'smasi degandek badanda har xil o'smalar, o'sma xarakterli kasalliklarninki ta'siri bilan bu ko'krak pardalarida yallig'lanish paydo bo'ladi. Onun başka har xil teri kasalliklar bu kasallikni paydo qiladi. Yani yurak kasali, jigar kasali, jigar qatish, jigar to'silish qatorliq og'ir sozilma xarakterli kasalliklar shu ko'krak parda yallig'ini paydo qiladi. Hamda bundan eng ko'p uchraydigan yana bir sabab shu urilish so'qilish, yana hodisaga yo'liqish. Har xil qatnash hodisalari yoki igiziyatni yiqilish ya og'ir darajada tayoq yeyish, qo'g'lar sinish, qo'g'lar bukilib ketish, igiziyatni yiqilish degandek har xil zaxmlar, ya'ni sirtqi so'qilishlardan ko'krak pardada yalliq paydo bo'ladi. Hamda bu kasallikninki mushlar paydo bo'lganda, ya'ni yuqoriga o'xshash ko'krakda og'riq paydo bo'ladi. Og'rishninki xarakteri bo'lsa, ya'ni sanjib og'rish, pichoq sanjiganda og'rish. Bu og'rish bo'lgan bo'ladi. Undan boshqa cho'nqur nafas olgan vaqtida, kuchab nafas olgan vaqtida og'riq kuchaydi yoki bosganda og'riq kuchaydi. Ham yo'talganda og'riq kuchaydi. Demak, bu yerda ko'krak parda yallig'ininki og'ir yengilligiga asosan og'riq, pichoq sanjigandek og'riydi, yo'talganda, cho'nqur nafas olganda yoki besib tashlagan vaqtida og'riydi. Undan boshqa nafas qiyinlashish bo'ladi. Nefes qiyinlashishda biz ilgirgi leksiyalarimizda ziqqida nefes chiqarish xarakterlik nefes qiyinlashish bo'ldi degan ma'noda nefes elish xarakterlik nefes qiyinlashish bo'ldi. Ya'ni nefesni ichiga olgan vaqtida og'riq kuchaydi yoki nefes qilish og'riq o'tadi. Yana birisi qizitma bo'ladi. Qizitma normalda qizitmasi ancha yuqori bo'lmaydi. Ammo ko'krak parda yallig'i yallig'lanish darajasini o'tab 20 darajasiga bo'lganda qizitma yuqorlaydi. Ondan keyin yo'tal bo'ladi. Yo'talmi odatda normalda quruq yo'tal bo'ladi. Yo'l yo'tal bo'lmaydi. Bunda o'pkadan yallig'ida yo'l yo'tal bo'ladi, ma'noda quruq yo'tal bo'ladi. Hamda qo'shimcha tekshirishda qon tekshirgan vaqtida oqqan hücrelerin soni normal miqdordan oshib ketgan bo'ladi. Chunki oqqan hücreleri badanda yuqumlash bo'lganda ko'paytgan hücreler bo'lib, bu ko'krak parda yallig'idimi oqqan hücrelerining soni favqulodda oshib ketadi. Yani rentgenda tekshirgan vaqtida yerlik o'rinda o yallig'langan yoki suv yig'ilib qolgan, suyuqlar yig'ilib qolgan holatda ko'rinadi. Suyuqlik elib tekshirgan vaqtida bu suyuqlar sog'uch ranglik yiring aralash chiqqan bo'ladi. Mushuga asosan biz uni diagnoz qo'yamiz. Selishtirma diagnoziga kelgan vaqtida, masalan, buni hamda asosli o'pka yallig'idan farqlantirish lozim. O'pka yallig'ida qizitma, yo'tal, datramlik balg'am chiqardi. Ma'noda qizitma bo'ladi, yo'tal bo'ladi, og'riq bo'ladi ko'krakda. Andan keyin datramlik balg'am chiqmaydi, quruq yo'tal bo'ladi. Demak, buni undan farqlantirish to'g'ri keladi. Yomon sifatli o'smalardan farqlantirishga to'g'ri keladi. Uningda asosli qizitma bo'lmaslik, o'smada qizitma bo'lmaydi. Chunki yallig'da bo'lgan qizitma bo'lmaydi. Undan farqlantirmak ancha tez emas. Ham davolashga kelgan vaqtimizda davolashda birinchi qilib shu ko'krak pardalaridagi yallig'ni qaytarishga harakat qilish lozim. Ya'ni yalliq qaytarish uchun, qizitmani qaytarish uchun
ışık yandırış için, nefesini ravallaştırış için doğru kılışımız doğru keledi. Ötel pesaytip, nefesini ravallaştırış. Ama bazı bu kişilerde oksigen içmeslik boğallıktan yürek acizlaş gelip çıkıyor. Onun için yürekten kuvvetli gücü darilanımı koşa birleşik doğru keledi. Şunun sebebi asasen qaysi xil kasaldan bo'lgan bo'lsa, aşı kasalni davolashni asos qilish lozim. Birinchi qilib biz buni qon tozalashni asos qilish lozim. Chunki qonda shu yalliq payda qilguvchi mikroorganizmlar, ya'ni jarasimlar bo'lganlikdan qon tozalashni asos qilamiz. Qon tozalashga eng yaxshi mos ketgan dorilarimiz chilan sharbati, sepstan majunisi yoki loqi sepstan, habbi shahtarlar qatorliq dorilarning ta'siri yaxshi. Onundan başka yo'tal pasaytish, suni yerlik o'rindagi suvning shimirilishini ilgari surish, ko'krak parda yallig'ida yallig'langan pardalarda shilmishik suyuqlik ishlab chiqarish orqali ko'krak pardasiga suv tushish bilan qo'shilib keladi. Shuning uchun suvni yo'q tutgan dorilarni, suvning shimirilishini ilgari surayotgan dorilarni qo'shib berish to'g'ri keladi. Uning uchun bizning dorilarimizning ichidan eng yaxshi dori zupa sharbati. Zupa sharbati, majun zupa, agar zarur topilsa buzuri şerbeti bu loqi chilg'uza, loqi badam, loqi katan, qatorliq dorilar bunga ait mos keladi. Mushu dorilarni ichish bilan birga namlik narsalardan, yo'l so'qoq tabiatdagi narsalardan, suyuqlikni ovutib soladigan, yo'talga ziyon qiladigan g'idiqlovchi narsalardan yiroq turish lozim. Bugungi leksiyamiz mishaqish bo'lsin. Davomini keyingi qitimli leksiyalarda so'zlaymiz.